Xitoyning an'anaviy Chag'an bayrami harpisida Uyg'urlar keng ko'lamda chag'anliq faoliyatlarga tashkillanmoqda. Xitoy xabarlar to'ri va Tangirtog' to'ri qatorliq hukumat axborotlaridagi xabarlarda ko'rsatilishicha, bu yillik Chag'an bayrami harpisida Qashqar, Xotan, Otush, Oqsu qatorliq Uyg'urlar markazlik o'ltiraqlashgan joylardagi Uyg'ur ommasi Xitoycha yo'sinda kiyinib langar usuli o'ynash, ajdirha va shir o'ynatish, Xitoylar bilan birlikda juvovi tugib yeyish qatorliq chag'anni kutib olishga tashkillangan. Xitoy xabarlari to'ri 22 yanvar kuni tarqatgan Şinjanning janubidagi yezi qishloqlar qizilga purkaldi mavzuli xabarda ko'rsatilishicha, Yamanyar yezisidagi omma kent turishlik kadrlar bosh atriti tashkillagan chag'anliq faoliyatlar bo'yicha Xitoyning an'anaviy kiyimlarini kiyib, yalpigush usuli, kunlik usuli o'ynashga va millatlar ittifoqligi juvovisi tugib yeyishga tashkillangan. Bu haqda bayonot e'lon qilgan Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdujalil Qarqash mundaq dedi. Sharq Turkistonda Uyg'urlarga qarata irqiy va madaniy qirg'inchilik olib berayotgan Xitoy doiralari Uyg'urlarni Xitoyning an'anaviy Chag'an bayramini tabriklashga majburlamoqda. Bu Xitoyning Uyg'ur kimligi va madaniyatini yo'qotish urinishlarining yuqori chekka yetganligining isbotidir. Xitoy doiralari Uyg'ur yoshlarini ichki o'lkalarga avatib arzon emgak kuch qilish bilan birga Uyg'urlarning organlarini setib atkazchilik bilan shug'ullanmoqda. Xalqaro jamoat Uyg'urlarning masalasida yetarli darajada inkas qaytarolmayotgan bir ahvol ostida yana Uyg'ur lager tutqunlarining badan ichki a'zolarini elish uchun o'ltirayotganligi haqida ishonchli ma'lumotlar borligi o'ttirg'i qo'yildi. Bu haqda Xitoy tilidagi bir televiziya kanalida o'zini AVV deb tanishtirgan bir Xitoy ayolning bu haqda guvohlik bergan videosini misol qilib ko'rsatgan. Uningda deyilishicha, bu Xitoy ayol Shanxaydagi mezgilda 37 nafar Saudilik arab bemorga Uyg'ur rayonidan keltirgan organ, ya'ni odam ichki a'zosi ko'chirilganligiga shohid bo'lganligini aytib bergan. Tutqunlarning organlarining setilayotganligini o'ttirg'i qo'yg'uvchilardan biri bo'lgan Anvar To'xti o'zining 1995-yili bir Uyg'ur mahbusining organlarini elish operatsiyasiga qatnashganligini bildirdi. Xitoyda o'ttirg'i chiqqan va tez suratda dunyoga tarqalayotgan tojisimon virusga qarshi Turkiya Sahya ministrligi harakatga o'tdi. Sahya ministrligi Xitoydan keladigan barliq aeroplan yo'lovchilariga qarata tekshirish tadbirlari qo'llanayotganligini va Istanbul bilan Wuhan orasida haftada 3 qatim qatnaydigan Osiyo liniyasining taqalganligini e'lon qildi. Bu virus tunji bo'lib Wuhan shahrida o'ttirg'i chiqqan edi. Ministerlikning bayonotida Xitoyda tarqalgan bu virus haqida tunugun jiddiy bir yig'in ochilganligini ta'kidladi. Shuning bilan birga Xitoy mutaxassislari Wuhan virusining yilondan insonga yuqqan bo'lishi mumkinligini o'ttirg'i qo'ydi. Yig'ilinishicha, bu xil virus bilan yuqumlangan tunji kishi Wuhandagi bir beliq bozorining xodimi ekan. Xitoy doiralari bu xil virus bilan yuqumlanuvchilar sonining 830 ga, o'lganlar sonining 25 ga yetganligini bildirdi. Yana bir tarafdan Xitoyning Sharq Turkistonda bu virusni bahona qilib, texmo rezil jinoyatlarni o'tkazishi andish qo'zg'almoqda. Virus tarqatgan Wuhandan Urumchiga 1500 yo'lovchining yetib kelganligi ma'lum. Gollandiyaga joylashgan xalqaro sud mahkamasi Rohingya musulmonlarini qo'g'dash va irqiy qirg'inchilikning oldini olish uchun jiddiy tadbirlarni qo'llanish kerakligini bildirdi. İslam Hamkorlik Tashkilotiga vakolatan Gambiya tarafidan Berma hukumatiga qarshi ochilgan da'voning tunji guvohlik yig'ini 2019-yil 10-dekabr ochilgan edi. 1991-yili Nobel tinchlik mukofotiga erishgan va 2016-yildan buyon Bermaning amaliyotdagi rahbari bo'lgan Aung San Suu Kyi sudda Berma armiyasini oqlagan edi. Berma hukumati Arakan rayonida yashaydigan 1 milliondak nopsini qonunsiz ko'chman deb qarab, ularni fuqarolik huquqi qatorliq asosli haq-huquqlardan mahrum qilmoqda. Amerika Trump doiralari uzundan buyon o'zgartirish kirgizishni planlayotgan tug'ut vizasiga qarata yangi bir belgilama chiqardi. Oqsaroydan e'lon qilingan bayonotda
2020 yılı 24 yanvardan itibaren Amerika Tashqi ishlar ministrligi Amerika ziminda tug'ish orqali bolalarga avtomatik holda Amerika grajdonligi elishni maqsad qilganlarga tug'ut vizasi bermaydi deyildi.